Qani endi, kel. Bu faqatgina kamar uchun jang emasdi. Bu kamsitilgan yigitning qaytishi edi. 2015-yil yosh Leon Edwards ilk bor Kamara Usman bilan to'qnash keldi. Kamara Edwardsning tajribasizligidan foydalanib, katta bosim qildi va jang tugadi. Jangda Usman g'alaba qozondi. Mag'lubiyatga uchragan Leon jim yurdi. Intervyu yo'q, shovqin yo'q, hech narsa yo'q edi. U faqatgina mashq qildi. Tabiatan kamtar bo'lgan Edwardsga hadeganda chempionlik berilmadi. 7 yil mobaynida yutqazmadi va 2022-yilda va nihoyat unga chempionlik jangi berildi. Raqib esa o'sha azaliy raqib Kamara Usman edi. Ketma-ket 8 ta g'alabasiga qaramay bu jangda uni hamma outsider imkoniyatlar foizini juda past baholadi. Insonlar to'g'ri o'ylashgandi. O'sha paytdagi Kamara Usman haqiqatdan da to'xtatib bo'lmas mashina edi. 2560 kun mobaynida hech kimga yutqazmadi. Uzoq mag'lubiyatsiz seriya va bu jangda ham favorit bo'lish tabiiy edi. Va shunday ham bo'ldi. Kamara Usman 4 raund mobaynida Leon Edwardsga umuman imkoniyat qoldirmadi. Mutaxassislar bo'ldi jang tugasa, Usman g'alabali seriyasini davom ettirishini kutayotgan bir lahzada o'sha lucky punch amalga oshirildi. Leon Edwards tarixdagi eng zo'r haykiklardan biri bilan Kamara Usmanni uxlatib qo'ydi. Bu haqiqiy upset edi. Hech kim kutmagan joyda yangi chempion Leon Edwards. Bu juda uzoq 4 yil bo'ldi. Juda uzoq 4 yil. Hech qaysingiz menga ishonmadingiz. Hammangiz buni qila olmaysan, uddala olmaysan dedingiz. Mana qarang. Mana endi menga qarang. Pound va pound yetakchisini yo'q qildim. Men Yamaykani bir chetida hech narsasi tug'ilganman. Temir tom, yog'och eshiklar, kambag'alchilik. Mana endi menga qarang. Endi qarang, jahon chempioniman men. Onajon, men sizga aytgandim-ku, o'g'lingiz uddaladi, onajon. Men endi chempionman. Endi biz kambag'al bo'lmaymiz. Biz tarix yozdik, onajon. Men uddaladim hammasini. Bundan keyingi video Chimaev va Kamara Usman o'rtasidagi jang haqida. Yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eslatib o'taman, dastavval videolar Telegram kanalida premyera bo'ladi. Telegram silkasi esa bioda joylashtirilgan.